Sure Neml tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Allah'ın fermani yani kıyamet çokum kelidi. Onunla aldırıp ketmenla. Allah ula yani müşriklarının şirk keltirgen nesillerden paktır ve yüksektir. Allah öz iradesi boyunca xalığan bendilerge yani peygamberlerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. İnsanlarını agahlandırınlar ki menden başka hiç ilah yoktur. Menden yani azabımdan korkunlar. Allah asmanlarını ve ziminni hak yarattı. Allah ula yani müşriklarının şirk keltirgen nerselerden yüksektir. O insanını abi menidin yarattı. O bolsa Allah'a aşkarı husumet kılgıçıdır. Allah çaru mallarını silenin menfaatlanışınlar için yarattı. Ulanın yuni ve terisi bilen issini sile. Ulanın nesli, sütü, sönki ve kığıdın payını sile ve ulanın göçlerini yeysile. Ulanı keşte otlaktan kaytırıp kelgen ve etigende otlak ilip çıkan vaktinlarda çar umallah silegi zinnet bulup hoşallık bağışlaydı. Ula yük takıllarınlarını sile capa müşakkat bilen aran yetip baralaydıgan jaylaga kötürüp bardı. Silenin Rabbinla silegi hakikaten şefkatliktir ve mehribandır. Allah atni, xechirni ve işekni minişinla üçün ve zinnet üçün yarattı. Allah yeni sile bilmeydiğen neslenim yarattı. Toğru yol köz tişini Allah öz üstüge ağan. Bazı yollar egri buludu. Mübadı Allah halisa idi, silenin hemminlarını elbette toğru yolga sağan bulattı. Allah silegi buluttun yağmur yağdırıp bədi. Onundan işçisile ve şu yağmur arqılıq ösken deldaraklar bilen çarvanlarını baksile. Allah silegi şu yağmur bilen ziraatlerini östürüp verdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini östürüp verdi. Çonqur fikir qıladigan kavm üçün bunun da hakikaten Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Allah silegi keçini, kündüzni, künni, ayni boysundurup bədi. Yıldızlamı Allah'ın emri bilen boysundurulgandır. Düşünüdüğün kavm üçün bunun da nurgun deliller var. Allah yine yeryüzüde sile üçün yaratkan rengarenk neslerini silegi boysundurup bədi. Vəzi nasihat alıdığın kavm üçün bunun da elbette ibret var. Allah sileni denizinin yeni göçleri yani beliklerini yisun. Takaydığın zinnet buyumları yani ünçü mercanlarını çıkarsın dep silegi denizini boysundurup bədi. Allah'ın nimetlerini talep kılışınla ve onunla şükür kılışınla için Allah'ın boysunduruşu bilen yemek içmekle ve yük takıla kaçılangan kimilerinin denizde dolkun yerip ketip atkanlıkını görsen. Ziminin silahını tevrütüp etmezdi için Allah onun da tağlarını berpa kıldı. Ziraetlerinlerini, çaru mallarınlarını suğuruşunlar için ihrik östenlerini izip kalmazlıkınlar için yollarını peyda kıldı. Yollara belgilerini kıldı. Ula keçisi kuruklukta ve denizlerde yıldızlar bilen yol tapıdı. Bütün kainatını yaratkan Allah bilen hiç nersini yaratalmaydıganla okşaş bulamdı. Oylamam sile.
Eğer Allah'ın sizlarga bergen nimetini sanasanglar, onun hesabını ilip bulanmaysizlar. Şübhisizki Allah sizlarning bu jihatdagi yetersizlikinglarni albatta mag'firat qilguchidir, bandalariga mehribondir. Allah sizlar yoshirgan ve aşkar qilganning hammasini bilib turdi. Ularning Allah'ını koyup ibadet kılganları, yani butları hiç şeyini yaratılmaydı. Belki ularning özleri yaratılgandır. Yani insanlar tarafından yasalgandır. Ular, yani butlar terik emas, ölüktür. Ular çoqunğuchilarının kaçan qayt terildirildiganligini hukmaydı. Sizlarning ibadet qilishga loyiq ilahinglar birdir. Ahiretga ishonmaydiganlarning dillari Allah'ning birligini inkar qiladi. Ular cho'ngchilik qilib, haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. Allah ularning yoshirganlarini ve oshkor qilganlarini rostli bilib turdi. Allah takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Ularga, yani müşriklarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan azdurilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldigini nima degan yomon? Ular, yani Mekke kafirlaridan ilgari o'tgan kafirlar o'z payg'ambarlarga hiyla mikr ishiltib, Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Allah ularning hiyla mikr binosini taltux gumron qildi. Ularning ustiga bu binoning o'g'isi o'rilib tushdi. Ularga o'zlari o'ylamagan yerdan azob keldi. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qildi. Ularga koyib, mening sheriklarim qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. Ilm berilganlar, yani ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlikdir, deydi. Ular kufrini ixtiyor qilib, o'zlariga zulm qilgan holatda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilgichidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Taqvodorlarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostla nima degan go'zal. Ular astidan o'stanglar iqib turadigan, doim turadigan jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga: "Salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar", deydi. Kafirlar faqat o'zlarining jinini ilish uchun
farishtalarning tushishini yoki Rabbining emrining, ya'ni azobining tushishini la kutidi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmu ana shunda qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Mushriklar mubodo Allah xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'lardik, dedi. Ulardan ilgirkilarmu ana shunda qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, tağutdan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarimi bor? Gumrohlikqa tegishli bo'lganlarimi bor? Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatinglar. Sen ularning hidoyat tepishiga heris bo'lsangmi, Allah gumrohlikda qoldirgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ular Allah o'likni terildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni terildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunglashqa o'lgandan keyin terilishni inkor qiladi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan terildirdi. Biz biror shayni vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Zulmga uchragandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rnashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Rabbiga tavakkul qildi. Senden ilgari biz faqat erlarga vahiy nozil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Ey Quraysh jamoasi, bunu bilmasanglar, ilm ahlilari, ya'ni Tavrat va Injilni bilgichilardan so'ranglar. Payg'ambarlarni o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sana Qur'onni, insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni tafakkur qilib, uningdan va'zi nasihat olsin deb nozil qildik. Hiyla mikr ishlatib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yeg yutqizib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Yoki özlerini safar üstüdeki çağlarda jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Bu chaqda ular qichib qutulolmaydi. Yoki Allohning o'zlarini qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Rabbinglar albatta marhamatlikdir, mehribondir. Shuni sizlarni oldirab jazolamadi. Ular Allah yaratgan şeylerinin sahilleri boysungan alda Allah'a secde qilish yüzüden o'ng so'lga mayil bo'lib turganligini ko'rmadi mi? Osmonlardagi va zimindagi hayvonotlar, farishtalar Allohga secde qiladi. Ular Allohga secde qilishdan cho'nchilik qilib bosh tortmaydi. Ular o'z ustidagi Rabbidan qo'rqidi. Özleriga buyurilganini qiladi.
Allah ikki ilahga ibodat qilmanglar. U faqat bir ilahdir. Mendilli qo'rqinglar dedi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. İbadet hamisha Allohga xosdir. Allohdan boshqa biridan qo'rqamsizlar? Sizlar bahriman bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga bir ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Allah sizlardan ig'irchilikni ko'tarib etsa, oranglardan bir bo'lik odam darhol o'z Rabbiga shirik keltirdi. Ular o'zlariga bergan beshidagi ig'irchilikni ko'tarib etganligimizdan iborat ne'matimizga noshukrlik qiladi. Sizlar ajilinglar yetkicha dunyodan bahriman bo'linglar. Ishinglarning oqibatini uzoq qolmay bilasizlar. Ular biz o'zlariga bergan rizqdan hech narsadan xabarsiz butlariga nasibi qoldirdi. Ey mushriklar, Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilasizlar. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Allohning qizi bor deb e'tiqod qildi. Allah bundaq bo'htondan pokdir. Ular o'zi arzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat berdi. Ularning birasiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga terik ko'mamdi. Shu vaqtda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih? Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xo'shal bo'lib, qiz tug'sa ochchig'i kelish, ornumusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni terik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Agar Allah insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni jazolashni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchimi kechiktirilmaydi. Qilchimi ilgari surilmaydi. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki ular dovzax azobiga duchor bo'ladi. Ular dovzaxda tashlanib qolg'ichilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh nomi bilan qasamki, sendin ilgari o'tgan ummatlarga haqiqatan payg'ambarlarni avatdiq. Shayton ularning, ya'ni ummatlarning amallarini o'zlariga chiroyli ko'rsatdi. Shayton bugun ularning do'stidir. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz kitobni, ya'ni Qur'onni faqat sening kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunlar nozil qildik. Allah bulutdan yomg'ir yog'dirib, shuning bilan qog'jirab qolgan zaminda turli ziroatlarni undirdi. Buningda va'zi nasihat anglaydigan qavm uchun albatta Allohning qudratining cho'ngligini ko'rsatadigan dalillar bor. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tizakdan
ve qondan ayrilib chiqqan pokiz ve temlik süt bilen sug'urimiz. Sizlar uchun yana mundaq ibretmi bor? Baki xormidin, üzümdin şarablar ve pokiz yemeklikler yasaysizlar. Aqlni ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Rabbing hasal harisiga ilhom berib bildirdi. Hasal harisiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga ve kişilerning hasal hallari uchun yasagan uylariga uva tuzgin. Ondan keyin türlük meyveler, yani gül çiçeklerden yigin. Rabbingning yo'llariga itoat etmenlik bilan kirgin. Onun, yani hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xil-xil ranglik ichimlik, yani hasal chiqadi. Buningda Allah'ın kudretinin çoğunluğunu tefekkür kıladigan kavm üçün ibret var. Allah sizlarni yarattı. Andın eclinlar bütkende sizlarni qabzroq qiladi. Aranglarda ömrünün yaman, yani en qiyirliq bosqichiga urishadiganlarmi bor. Ular hatta bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Yani ilgari biladiganlarini unutib, küç kuvveti tügep, aklı kemiyip, küçük balığa okşap kalıdı. Allah hakikaten mahlukatını başqurishni bilgichidir. Özü irade kılgan nersini işqa aşırışqa qadirdir. Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda üstün qildi. Rizqda üstün qilinganlar özlerinin rizqni baravar bo'lish uchun qo'l ostidagilarga bermaydi. Ular Allah'ın nimetini inkar kılışamdı. Allah sizlarning önüsü ülpet ilişinler üçün xotununlarını öz tipinlardan yarattı. Sizlar üçün ulardan oğullarını ve nevirlerini yarattı. Sizlarga türlük şirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular batılga ishinib Allah'ın nimetiga kufrlik qilamdi. Ular Allah'ını koyup özleriga osmonlardan hech qandaq rizq tushirib ve yerden hech qandaq rizq chiqarib, yani osmondan yağmur yağdırıp ve yerden ziraat ve daraxtlarni o'stirib berolmaydigan, shundaq qilishga qudrati yetmaydigan butlarga cho'qinamdi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Yani Allah'a butlarını okşatmanglar. Allah'a şirik keltirmanglar. Allah hakikaten hemme hakikatini bilidi. Sizlar Allah'ın büyüklükini bilmeysizlar. Sure Nahl tercümesi 75. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah mundaq bir misal keltirdi. Hech qandaq ishni o'z oldiga bir taraf qilolmaydigan bir qul biz obdan rizq, yani mal mulk ato qilgan ve uni yoshurun yoki oshkor yo'sinda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Yani hech narsaga ega bo'lolmagan qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan ve koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Allah bilen qandaqmı tanlash tugil bo'lsin? Cemi hamdü sana Allah xosdir. Ular, yani kafirlarning to'lisi hamdü sanaga Allah'ның loyiq ekanligini, butlarning hamdü sanaga ve ibadetga loyiq emasligini uqmaydi. Allah yana mundaq misal keltirdi. Mundaq iki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qilolmaydigan ve egisiga yük bulup qalgan bir gachidir ki, egisi bu gachini mayli qayaga avassun, o hech qandaq foyda elib kelinmaydi. Yani biri bo'lsa o'zi to'g'ri yo'lda mangan ve kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu iki odam o'xshashmi? Yani bu gachi bilan
o'zi to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshashmi? Aqlli odamning ularni o'xshash o'ringa qo'ymagandek, but va toshni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochqichilik yoki uningdanmi tizdir. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah sizlarni ananglarning qornida hech narsani bilmaydigan oltinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Allah sizlarga uyinglarni turalg'i joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yunglaridan, to'gilarning yunglaridan, o'chkilarning yunglaridan uy jahozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha o'lim kelgucha yoki ular ko'nrab ketguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Allah sizlarga o'zi yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or, o'nkirga o'xshash turalg'i qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan to'mir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliq qilishdir. Ular Allohning ne'matini taniydi. Andin Allohdan boshqa biriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir. Ya'ni kofir petichi o'lidi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida har ummatdan uningga iymon bilan yoki kufr bilan guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Ondan kofirlarga o'zri aytishga ruxsat qilinmaydi hamda ulardan Rabbini rozi qilish, ya'ni Rabbini rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zalimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chaqda ulardan azob yengiltilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qingan butlarini ko'rgan chaqda ey Rabbimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan ma'budlarimizdir deydi. Ma'budlari ularga javob berib, shubhisizki sizlar haqiqatan yolg'onchilarsizlar deydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh ekkanligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chaqlarida ma'budlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yovdaqlari yo'q chiqdi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shamiz. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Va shu kunda biz
seni ulağa, ya'ni ummatinga shahid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan dillarga hidoyat, badanlarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Allah haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolarga sil rahm qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Allah sizlarga pand nasihat qiladi. Sizlar ahdi tuzashganlaringlarda Allah'ның ahdiga vafo qilinglar. Qasiminglarni Allah'ның nomini tilga ilib puxtalagandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allah'ni guvohchi qildinglar. Shubhisizki Allah qilmishinglarni bilib turdi. Sizlar pishiq egirilgan yipni chuv parch-parch qilib etgan xotindek bo'lmanglar. Bir jamoa son va mol-mulk jihatda yana bir jamoadan ko'p bo'lganligi uchun qasiminglarni aldamchilikning vositasi qilib olsizlar. Ya'ni o'zaro yordamlash ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni pul meli ko'proq yana bir jamoani ko'ribla ilgariki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib, keyingi jamoa bilan ahdi tuzsizlar. Allah sizlarni haqiqatan buning, ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar datalash qilishgan haq-nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib berdi. Mubada Allah xohlagan bo'lsa edi, sizlarni, ya'ni butun insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Lekin Allah'ның hikmeti ularni o'z ixtiyoriga qo'yib etishni taqozzor qildi. Allah xohlagan odamni gumroh qiladi. Xohlagan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni butun qilmishinglar ustida so'roq qilinasizlar. Qadiminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmaslik uchun qasiminglarni o'z oranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar, ya'ni ahdiga vafo qilishdan yuz o'rganliginglar uchun azobni tetiysizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azobga qolasizlar. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setib etmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allah'ның dergahideki savab sizlar uchun fani dünyanın nesillerinden ortiqdir. Ey insanlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allah'ның dergahideki narsalar tugumaydi. Savr qiyg'ichilarga albatta ularning qilgan amalidanmi yaxshiroq savab beramiz. Ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Shubhisizki mu'minlarning va Rabbiga tavakkul qilguvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Ya'ni Rabbiga chin yo'langan mu'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qila olmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanlar hukmronlik qiladi. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Allah o'zi nozil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular
ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'a yalgan çapladın deydi. Ondaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmetini uqmaydi. Aytqinki, Qur'onni Jibril mu'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Rabbing huzuridan rostchillik bilan nozil qildi. Ular, ya'ni mushriklarning uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zini obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. Shubhisizki Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlar Allohga yolg'on chaplaydi. Muhammad alayhissalom yolg'onchi emas, dal ularning o'zlari yolg'onchidir. Kimiki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'izdanla iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufr bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sindan murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Bu, ya'ni azob ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmini hidoyat qilmaydiganligi uchundir. Ayni shu kishilar Allah tarafidan dillari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ayni shular g'ofillardir. Ular rastla oxiratda ziyon tortquchilardir. Ondan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ziyonkashlikka uchragandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidaganlarga Rabbing mag'firat qiladi. Shubhisizki Rabbing shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, sabr qilganidan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. Her odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, her odamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini aslagan. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning amalini tetitdi. Ularga o'z ichidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Uni ular inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohkorlarga cho'mganlik tufaylidan zolim edi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, shirin yemekliklardan yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allah'tan gayrinin namı eğitilip boğuzlanğan hayvanını yiyişini haram kıldı. Kimiki ixtiyarıca emez, ilacısızlıktan yuqırqı haram kılınğan nəslərdən hayatını saqlab qalğıdək miqdarda yese, Allah onu məğfirət qılğıcıdır. Onunğa köyün gücüdür. Ağzınlağı kelgen yalğanını sözləş üçün heç qandaq dəlilsiz bu halal, bu haram demənglar. Çünkü mundaqda Allah namıdan yalğanını oydurgan bolasılar. Allah namıdan yalğanını oydurğucular hakikaten dünya ve ahirette
maqsadiga erisholmaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ina bahramand bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilgari sana bayon qilgan narsalarni yolg'iz yahudiylarga harom qildik. Buning bilan biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Shubhisizki bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Rabbing albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi peshvo, Allohga itoatman botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga shirik keltirguchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi edi. Allah uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Onunğa dünyada yaxşılıq ata qıldık. Şek şübhisizki ahiretdə o yaxşılıq qatarıda buludu. Andın sana batıl dinlardan haq diniga buralğıcı, yani haq diniga etiqad qılğıcı İbrahimning diniga ergeşkin. İbrahim müşriklerden emas idi deb vahiy qıldık. Şenbe günü üstüde ixtilaf qılğıçılar üçünla şenbe gününü ulug'lash belgilendi. Yani şenbe gününü ulug'lash ve bu günde işlemeslik İbrahim'nin şeriatida yok idi. Yahudiler Allah'ın emriga asilik qılıp dinde ixtilaf qilishganlıkları sebebinden ularga ig'irchilik tug'dirish uchun shundaq belgilemelerni chiqardik. Şübhisizki Rabbin qiyomat kuni ular ixtilaf qilishgan haq nahaq ustida cho'qim hukm chiqardi. Rabbingning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi va'z nasihat bilan da'vat qilgan. Ular ya'ni muxolifatchilik qilguvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Rabbing haqiqatan uning yo'lidan ozg'anlarni obdan biladi. Hidayet tapquchilarni obdan biladi. Agar o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar. Ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qilg'uchilar, ya'ni kechirguchilar uchun albatta yaxshidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yolunda sana yetken eziyetlerge sabır qilgin. Sabrang faqat Allah'ın yardım bilenle qo'lga keladi. Ularning iman etganligiga, ularning iman etmaganligiga qayg'urmagin. Ularning hiyla mikirsidan yuraging siqilmasin. Allah haqiqatan taqvodorlik qilguvchilar ve yaxshi ish qilguvchilar bilan birlidir.